Assalomu alaykum. Erkinjon Abdug'ofur, birinchi normativ topshiriq. Google asoschilari haqida. Google asoschisi Larry Page uning tashkil topgani 1994-yil tashkil topgan. Maqsadi internetdagi ma'lumotlarni tartiblash va oson topiladigan qilish. Qiziqarli fakt, Google nomi asosan matematikadagi Google sondan tashkil topgan. Apple asoschisi bu Steve Jobs hisoblanadi. Steve Jobs kompaniyasini tashkil topgan 1976-yil tashkil topgan. Maqsadi innovatsion texnologiyalarni yaratish bo'lgan. Qiziqarli fakt, Applening birinchi kompyuteri garajda yig'ilgan bo'lgan va Amazon boshlig'i Jeff Bezos hisoblanadi. Tashkil topgan 1994-yil. Maqsadi internet orqali mahsulotlarni tez sotish bo'lgan. Qiziqarli fakt, bu Amazon birinchi bo'lib faqat kitob sotiladigan onlayn do'kon bo'lgan. Facebookning asoschisi Mark Zuckerberg bo'lgan. Tashkil topgan 2004-yil. Maqsadi odamlarni ko'proq muloqot qilish bo'lgan. Microsoft asoschisi Bill Gates tashkil topgan 1975-yil. Maqsadi kompyuterlar va dasturlash uchun operatsion tizimlar yaratish bo'lgan va qiziqarli fakt, dunyodagi eng mashhur Windows tizimini Microsoft ishlab chiqargan.